Yerimiz haqidagi barcha ma'lumotlarni ketma-ketlikda aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ysangiz, hamma ma'lumotlarni ketma-ketlikda aytib o'tib, narxini oxirida aytib o'tamiz. Xo'p, bu yerimiz uzunligi 100 metr, eniga 50 metr bo'lyapti. Umumiy 50 sotixdan iborat 36 sotixga turar joyga hujjat qilingan, 14 sotixga sama zahvat qilingan. Yerimizga kirganimizda o'ng tomonimizda ikkita xonasi bor. Bu xonamiz ishchilar uchun xona va oshxonadan iborat. Bu tomonimizda bo'lsa basseynlar, alohida bolalarga ham, kattalarga ham alohida qilingan. Orqa tomonlarimizda bo'lsa molxona, qo'yxona, otxonaga mo'ljallab juda ham katta qilib joylar tayyorlashgan. Yerimizda asosiy qismi kattakon bo'lgan bog'imiz. Bog'imizda har xil mevalar bor ekan. Uzumdan tortib kerak bo'ladigan hamma mevamiz bor ekan. Xo'p, endi bu yerimizdan ham choyxonani yurg'izib, biznes qilgan holatda, ham orqa tomondagi o'sha tepadagi 5 ta xonasidan foydalanib turib, ham yashab, ham choyxonani yurg'izib turib, ham orqa tomondagi omborxonalarimizdan, molxona, qo'yxonalarimizdan foydalangan holatda ferma qilsangiz ham bo'laveradi, yo bo'lmasam umumiy tekis qilgan holatda bo'lib turib katish qilsangiz ham bo'laveradi. Chunki eslatma qilib aytib o'taman, bu yerimizda turar joyga hujjatlari qilingan, bemalol uy qursalaring bo'laveradi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu yerlarimiz narxini umumiy turar joyi, binolari hamma joyi bilan birgalikda 175 ming qilib beraman deyishyapti. Bemalol kelib ko'rib, yoqsa baraka qilishlari mumkin.